Agar sizni ham farzandingiz kechasi 11 dan keyin uxlamasdan ko'chada yurgan bo'lsa, undan hech qachon yaxshi o'qishini, yaxshi universitetlarga kirishini, kasbli bo'lishini kutmang. Ota-onalar ko'pincha farzandlarini muvaffaqiyatli bo'lishini, hamma sertifikatlardan maksimum top ballarni olishini, nufuzli universitetlarga grant yutishini xohlashadi. Lekin kundalik intizomiga ahamiyat berishmaydi. Chunki muvaffaqiyat bu faqat bilim bilan emas, balki tartib va mas'uliyat bilan keladi. Birinchi bo'lib biz bilishimiz kerak, inson miyasi kechasi soat 12 dan 2 gacha eng samarali uyquda dam oladi. Agar o'smir bu vaqtda ko'chada bo'lsa, telefonda bo'lsa yoki umuman uxlamasa, uni xotirasi, diqqatni jamlash ko'nikmasi va mantiqiy fikrlashi tushib ketadi. Bunaqa holatda unga eng zo'r o'qituvchi ham yordam bera olmaydi. Shuning uchun farzandingizga birinchi navbatda sog'lom turmush tarzi va disiplina, tartibni o'rgatishingiz kerak. Bu videoni barcha ota-onalar ko'rishi shart. Albatta yuborib qo'ying, foydali bo'ladi.